Samavi hayronlikning sirlarini to'shigan İdris alayhissalom. İdris alayhissalom Babil atrofida dunyoga kelgan bo'lib, Odam alayhissalomning 6-chi avlod navrisidir. İdris alayhissalom payg'ambarlik kelishdan burun ibodat qiladi. Solih insonlar bilan birga bo'lib, o'z kuchiga tayinib yashaydi. İnsanlar tarixida tunji qitim tikimichilik kasbi İdris alayhissalom bilan boshlagan. U Qobilning nasldan kelgan bir xalq ichida yashagan bo'lib, u xalq moddiy va ma'naviy jihatdan intayin buzilgan edi. Shit alayhissalomning ko'rsatgan yo'lidan yiroqlashib, qulluq vazifasini tark etgan edi. Harom va yomon ishlarni halol sanab qilaveradi. Haq yo'lidan ayrilgan bu qavmga Alloh taolo İdris alayhissalomni payg'ambar qilib avatdi. İdris alayhissalomga 30 sahifa risola berilgan bo'lib, bu sahifalarda Allohning buyrug'i va cheklamalari bildirilgan. İdris alayhissalom bu ilohiy buyruq va cheklamalarni qavmga tabliq qilgan. Farishtalar İdris alayhissalomni jamoat bo'lib ziyoratga kelib, uning bilan ko'rishib paranglashadi. Uning taxminan 1000 ga yaqin mu'min jamoati bor edi. İdris alayhissalom qavmiga hikmatli so'zlar bilan nasihat qilgan bo'lib, ularning ba'zilari tovandikicha. Aqlli kishining darajasi yuqori ko'tarilgan sari kamtarligi oshidi. Aqlli kishi boshqalarning aybiga qaramaydi. Boshqalarning aybini yuziga solmaydi. Mol dunyosi ko'paygan sari mag'rurlanib, axloqini buzmaydi. Nafsini pak tutmagan kishining aqli yo'qdir. Oxirat bilan dunyo so'ygusi qat'iy bir yerga kelinmaydi. Duo qilgan vaqtingizda niyatingiz samimiy bo'lsin. Ömrünün oxirida yuqoriga ko'tarilgan bu haqda Maryam surasining 57-oyatida mundaq deyilgan. Uni biz yuqori o'ringa ko'tardik. Bu ulug' makondan maqsad Alloh taolo yaqin bir martabaga, ya'ni jannatga yoki 4-qat osmonga ko'tarilgan bu masala bilan munosabatlik mundaq bir hadis bor. Men Mirajda 4-qat osmonga chiqqan vaqtimda İdris alayhissalom bilan uchrashdim. Jibril menga "Bu ko'rguning İdrisdir. Uningga salom ber" dedi. Men uningga salom berdim. U salomimga javob qaytardi. Keyin "Xo'sh kelding, solih qarindishim, solih payg'ambar" dedi. Ba'zi olimlar İdris alayhissalomning hozirgacha osmonda hayot ekanligiga ishonadi. İdris alayhissalomning rostchilligi va fazilati Maryam surasining 56-oyatida mundaq bayon qilinadi. Kitobda, ya'ni Qur'onda İdris qissasini bayon qilgan. U haqiqatan rostchil payg'ambar edi. Anbiya surasining 85 va 86-oyatida mundaq deyilgan. İsmoil, İdris va Zulkifillarning qissasini bayon qilgan. Ularning hammasi sabrlik edi. Ya'ni Allohga ibodat qilishda chidamliq edi va gunohlar oldida o'zlarini tutib oladi. Ularni rahmatimiz doirasiga kirgizdik. Ular haqiqatan yaxshilardan edi. Qur'on Karimda payg'ambar uchun qo'llanilgan solihlardan ifodasi u payg'ambarlarning fazilatini ko'rsatadi. Hazreti Mevlana osmonga ko'tarilgan Hazreti İdris bilan Hazreti İsa alayhissalomning har ikkisining ahvolini mundaq bayon qiladi. İdris va İsa alayhissalom haddidan ziyoda jafo mushaqqat va ko'rash natijasida farishtalardek bo'lgan. Go'yo yemaydigan va ichmaydigan ahvolga kelgan. Buning bilan farishtalar bilan hamjinis bo'lganligi uchun osmonga ko'tarilgan. Ularning sabr, shukr va jafo mushaqqat bilan ruhlarining intayin kuchlanib, kamolatga yetish natijasida latofatga aylanib, yengillashib, farishtalardek osmonga ko'tarilishi, qulning nafsini pok, qalbini soplashtirish bilan nurg'unlagan yuqori darajaga erisha oladiganiga ishorat qiladi. Ma'naviy kamolatning eng cho'qqisida bo'lgan payg'ambarlar moddiy takommuldinmi insonlarning rahbarlaridir. Buning misoli Odam alayhissalomning ziroatda, İdris alayhissalomning tikuvchilik kasbida kamolatga yetganligidir.
Bulubmu insoniyat bilan boshlangan yiziq Hazrati Idris alayhissalom zamonida texmo rivojlangan. Xulosalaganda Idris alayhissalom tikkuchilarning piri, yuqori o'ringa yuksalgan, sabrda obidlashgan solihlardan edi. Ilohiy rahmatga erishdi. Assalom, uningga salom bo'lsin. Qalb va sirlari. İdris alayhissalomning hayoti samoviy hayronlikning sirlari va pok bir qalbning ilohiy tajallilariga qandoq erishganligini ko'rsatib beradi. Hayvonlardan tovan daraja bilan farishtalardan ustun daraja orasida bo'la oladigan insonning eng ustun darajaga ulashib, farishtalardanmi ustun bir fazilatni qo'lga keltira oladiganligidan iborat haqiqatni ko'z oldimizga keltirib beradi. Badan va ruhiy olamning markazi bo'lgan qalb poklashish va soplashtirish darajasida Allohning marhamati bilan shundoq bir holga keludiki, u qalbning egisi ko'rinish jihatdan boshqa insonlarga o'xshash ko'rilsa-mu, lekin ruhiy jihatdan farishtalardanmi ustun darajaga yetib boradi. Bular İdris alayhissalomning ayrim xususiyatlari bo'lganligi uchun bu yerda qalb olimi haqida bir oz ma'lumot berishni muvofiq ko'rdik. İnsonning dunyodagi eng muhim vazifasi cheksiz bir hayot bo'lgan oxiratga tayyorlanish bo'lishi kerak. Bu faqat qalbning haqiqatini bilish, uni har turli tahlika va yomonlikdan muhofazat qilib, go'zal axloqqa yuzlantirish bilan mumkin bo'ladi. Dunyodagi huzur halovat va baxt saodat shundoqla oxiratdagi saltanatmu qalbi solim egisi bo'lishi bilan qo'lga keladi. Qalb lug'atda bir narsani zidiga o'rish, shakl va rangini almashtirish ma'nosida keladi. Bu xarakteri bilan qalblar ruhoniy, nafsoniy yoki shaytoniy fe'llar orasida bir umr choy qilib turadi. Shaxs va jamiyatda kamol va zavol har zaman qalbning taraqqiyoti va ojizligi bilan munosabatlikdir. Ruhaniyat to'lib toshgan qalblarda go'zal axloq, solih amal va go'zal ahvollar o'ttirg'i chiqadi. Buning bilan qul ahsaniy taqvim, ya'ni eng go'zal saviyaga yetishidi. Nafsoniyat to'lib toshgan qalblarda kufri, sherik, yomon xuy, shahvat va vasvasa o'ttirg'i chiqadi. Bu ahvolda qalb yoritilish g'oyasining ziddiga aylanib amalishidi. Buningga o'xshash qalbga ega bo'lganlar balhum adol, ya'ni hayvondanmi tuvan darajaga tushib qoladi. Bu haqda Qur'onda mundoq deydi: Shak shubisizki jin va insonlardan nurg'unlarini do'zaxqa yiqilg'u bo'lish uchun yaratdik. Ular dillari bo'lgan bilanmi u orqali haqni tushunmaydi. Ular ko'zlari bo'lgan bilanmi u orqali Allohning qudratining dalillarini ko'rolmaydi. Ular quloqlari bo'lgan bilanmi u orqali Allohning oyatlarini ibrat ilib tingshmaydi. Ular go'yo hayvonga o'xshaydi. Hayvondanmi betar gumrohdir. Ana shular g'ofildir. Qalbni buzgan shaytonning hiyla-mikrlaridan qalbning muhofazat qilinishi faqat ibodat, Allohni zikr qilish, ruhoniy suhbat va go'zal axloq bilan mumkindir. Bularning natijasida qulda taqvolik holi tajalli qiladi. Bu Allohning dargohidagi haqiqiy ustunlik o'lchimidir. Alloh taolo mundoq deydi: Haqiqatan eng taqvodor bo'lguninglar Allohning dargohida eng hurmatli hisoblanasizlar. Ya'ni kishilarning bir-biridan ortiq bo'lishi nasib bilan emas, taqvodorlik bilan bo'ladi. Alloh haqiqatan hammani bilguchidir, hammadan xabardordir. Bu taqvolik holining muhofazat qilinishi uchun solihlar bilan birga bo'lish kerak. Qalblarning muhofazat qilinishi uchun bu tur majlislarda tajalli bo'lgan ilohiy fayzning ahamiyati nihoyat buyukdir. Bu so'rinlar nabuvat nuridan ilingan fayzlar to'lib toshgan muqaddas makonlardir. Avliyolarning bayon qilishicha mutlaq fayoz, ya'ni fayz va ilhom beg'ishlug'uchi Alloh taolodan qullarining ko'ngliga marhamat qilgan fayz va nurning tunji oqqan yeri Payg'ambar alayhisalomning qalbidir. Bu yerdan solih qalbga intiqol qilinib, ulardan zanjirsimon shaklda ularga yaqinlik va muhabbat bog'laganlarning qalbiga aks etadi.
Kunimiz psixologiya ilmining qabul qilganidek inson atrofidan kelgan narsalarga ochiq bir jonliqdir. İnsanlarning xuy mijozi bir-biriga o'tadi. Chunki ruhlar orasidagi ma'naviy munosabat inkor qilinmaydigan bir haqiqatdir. Energiya xarakterlarida davomliq yo'tkilish alohidligiga ega. Ijobiy ta'sir kuchiga ega shaxsiyatlardagi ruhiy mayllar ular bilan birlikda bo'lganlarga o'z qobiliyati va orzusiga asosan yo'tkiladi. Buning bilan sodiqlar bilan ulfat qilganlar ularga o'xshash solihlashidi. Qur'onda ahmiyatiga binoan taqvo egisi bo'lish bilan sodiqlar bilan birga bo'lish orqa-orqadan buyurilgan. Ey mu'minlar, Allohdan qo'rqinglar. Rostchilar bilan birga bo'linglar. Qalb javharini muhofazat qilinmaslik insonlik va kishilik nomiga buyuk bir jinoyatdir. Qalbni shaytoniy orzularga qurbon qilganlar jahannamga kiradi. Qalb aslida bir haq va haqiqat kopiyasidir. Qulning irodasini o'lchiguchi yaxshilik va yomonlikni qaysi tarafga yo'linib amal qilsa, inson qulluq numerini shuningga asosan oladi. Hadis sharifda shubhisizki Alloh taolo sizlarning surat va mollaringlarga emas, balki qalb va amallaringlarga qaraydi degan. Qalblar ma'naviy jihatdan 5 qismga bo'linadi. Birinchi, tamg'ilangan va quluplangan qalblar. Hech bir ma'naviy ustunligi bo'lmagan bu qalblar hayroniy bir hayotga petib, dunyoni faqat yemak-ichmak va o'yin tomoshaga o'xshash badan planidagi turaqsiz havaslardan iborat deb qaraydi. Bunda qalb inson va koinotda bo'lgan ilohiy sirlarni kashf qila oladigan farosatdan jiroqdir. Payg'ambar va Alloh do'stlarining qalblariga zid bo'lgan bunda qalbga ega bo'lgan badanlarning mazardan hech qanday farqi yo'qdir. Jasadlar qandoq sesib tugisa, bu tur qalblarmu inkor qorong'uligida shundoq yo'qolib ketadi. Zalolatga duchor bo'lgan bu qalblar yolg'iz o'zini emas, balki ularga yaqin bo'lganlarnimi ichinishlik oqibatga ilib boradi. Bular haqida Alloh taolo mundaq deydi. Ular haqni tunish uchun Qur'onni fikr qilmaydi, balki ularning dillarida qulub bor. Shunga ular tushunmaydi. Ular dunyoda Allohning ne'matlari ichida yashab, u ne'matlarning haqiqiy egisini inkor qilish, uning amr farmonlariga parvo qilmaslikqa o'xshash axloqsizlik ichida. Alloh taolo bu tur insonlar uchun mundaq deydi. Ular gasdir, ya'ni gas anglamag'inidek yaxshilikni anglamaydi. Gachidir, ya'ni gachi so'zlayolmaganidek yaxshi ishni so'zlayolmaydi. Amadir, ya'ni ama bo'lib qolganidek to'g'ri yo'lni ko'rolmaydi. Shunga ular gumrohlikdan qaytmaydi. Sen o'liklarga va yuz o'rgan gaslarga, ya'ni dillarining o'likligida o'liklarga va haqni anglamaslikda gaslarga o'xshaydigan kuffarlarga da'vatni anglatolmaysan. Sen dili a'molarni gumrohlikdan ayirib hidoyat qilolmaysan. Sen da'vatingni faqat bizning oyatlarimizga iymon etib, musulmon bo'lganlarga anglata olaysan. Alloh taolo bu sifatdagi qalblarning quluplanganligini mundaq bayon qiladi. Alloh ularning dillarini va quloqlarini pechatlayotgan. Iymonning nurlari kiranmaydi. Ularning ko'zlari pardlangan. Haqiqatni ko'rolmaydi. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Oyatda deyilgan quluplangan qalbga ega bo'lganlar haqiqat va yaxshilik shiklarini itibatgan. İnsani ve ma'naviy hayot bilan aloqasini uzgan kishilardir. Qalbdagi muhr va quluplarni ichishni ular unutgan. Allohning ilikidagi ishdir. Bu ahvol butun insoniyatni dahshat bilan titirtadigan ilohiy sir va hikmatni o'z ichiga oladi. Dunyoda qalbi quluplanib, hidoyat eshiklari itilgan kishilarni bilish biz emas, balki yolg'iz Allohga oid ishdir. Chunki Alloh taolo xohlagan qullarga o'limdan burun hidoyat berishi mumkin. Qur'on Karim qalbi quluplangan kishilar haqida to'xtalish bilan birga bularni bir-birlab muqimlashtirish mumkin emas. Chunki oqibati majhuldir.
Fir'avnning qo'l ostidagi sehrgardek ozg'unlikda yashab, oxirgi umrida hidoyatga erishganidek, Qarun va Bal'am ibn Ba'uradek hidoyat ustida yashab, oxirida daftarni ziyonkorlik bilan to'ldirganlarmi mavjud. Buning uchun mu'minlar buningga o'xshash oyatlarni xato tushunib, Allohning dinini tabliq qilishga sal qarmasligi lozim. Boshqa jihatdan aytganda, har bir qul o'ziningmi mundaq bir ahvolga tushib qolish qo'rqisi bilan Alloh taolodan qalbini doim iymon ustida sabit qilishini talab qilishi va hushyor hayot kechirishga tirishishi kerak. Chunki qalbga sal qaraganda hidoyatdan yiroqlashib, Alloh zikrini unutib, qalbi toshga aylanadi. Hatto toshdanmi qattiq holatga keladi. Bu haqiqat Qur'onda mundaq tasvirlanadi. Ey Yahudilar jamoasi, shuningdan keyin, ya'ni shonliq mo'jizalarni ko'rgandan keyin dilinglar qetib ketdi. Toshdek yoki toshdanmi qattiq qetib ketdi. Toshlar orasida ichidan suv etilib chiqib, eriqlar hosil bo'lganlar bor. Yerilib orasidan suv chiqadiganlarmi bor. Allohdan qo'rqib, tog' cho'qinlaridan do'milab tushadiganlarmi bor. Demak, tosh yumshaydi. Sizlarning dilinglar bo'lsa yumshamaydi va ta'sirlanmaydi. Alloh qilmishinglardan g'ofil emasdir. Bu sababdan qalbning quluplanib ketishidan muhofazat qilishi uchun Alloh taolo qullarini mundaq ogohlantirdi. Sizlar Allohni unutgan. Shuning bilan Alloh ularga o'zlarini unutildirgan kishilardek bo'lmanglar. Ana shular fosiqlardir. Ikkinchi, kasal qalblar. Bular saq qalblar bilan muhrlangan qalblar orasidagi bir o'rinda. Qur'on Karim kasal qalblar haqida mundaq deydi. Ularning dillarida kasal, ya'ni munofiqlik va shakllanish bor. Alloh ularning kasalini kuchaytirib etdi. Yolg'on so'zlaganliklari, ya'ni yolg'ondan iymonni da'vo qilganliklari va Allohning oyatlarini masxir qilganliklari uchun ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Qur'onda qalbning kasal ekanligi bildirilgan bu kishilar faqat og'zida iymon etgan, lekin nafsoniyatining hukmronligi ostida qolganligi uchun solih bir hayoti bo'lmagan kishilardir. Iymon bularning qalbiga texi to'liq yerlashmagan bo'lib, bu tur qalb egalarining ahvoli badani kasal insonlarning ahvoliga o'xshab ketadi. Dunyo hayotida bo'lsin yoki ichki olamida bo'lsin hech bir huzur bo'lolmaydi. İç dunyosidagi mujmallik sirtqi dunyosiga, sirtqi dunyosidagi tartibsizlik iç dunyosiga ta'sir ko'rsatadi. Alloh taolo bu kishilarning qandoq bir holga tushib qolganligini mundaq bayon qiladi. Ana shular hidoyatni berib gumrohlikni oldi. Shunga sodisi foyda keltirmadi. Ular hidoyat topquchi bo'lmadi. Allohning oyatlarini idrok qilishga to'sqinlik qiladigan illatlar, hakovurlik, o'zdan faxrlanish, hasadxo'rlik va dunyo so'ygisiga o'xshash qalbiy kasalliklardir. Bu kishilar ma'naviy tarbiya ko'rib, nafslarini poklamagicha Alloh rozi bo'lgan muomala va go'zalliklarga yetisholmaydi. Qur'onning sirlaridan nesivisini ololmaydi. Qur'onda yer yuzida nohaq takabburlik qilganlarga mening oyatlarimni pavhim qildirmayman shaklida kelgan ilohiy tahdid buni ochiq bayon qiladi. Demakki, qalb ma'naviy tarbiya bilan taraqqiy qilmoqcha Qur'on, koinot va insonning sirlaridan loyiqida nesivisini ilish mumkin emasdir. Qur'onda Alloh taolo ular ziminda sayr qilmadimi? Shuning bilan ular, ya'ni sayr qilib tushunadigan dillarga yoki anglaydigan quloqlarga ega bo'lolmaydi. Haqiqatan ko'zlarla a'mo bo'lolmaydi, lekin ko'kraklardagi qalblar a'mo bo'ladi. Ya'ni haqiqiy a'molik ko'zlarning a'moligi emas, dilning a'moligidir. A'mo odam ibrat ololmaydi va tushunmaydi. Bu oyat koinot va hodislarga ko'ngil ko'zi va ibrat nazari bilan qarab, ilohiy intiqom tajalli qilgan u qavmlarning oqibatidan ibrat elishning qalbni tirildirib, shifo beradiganligini bayon qiladi. Munu hadis qalbni har turli kasallikdan muhofazat qilishning muhim ekanligini eng go'zal ifodalaydi. Xavringiz bo'lsinki, badanda bir go'sht parchasi bor.
u yaxshi bo'lsa, butun badan yaxshi bo'ladi. U buzuq bo'lsa, butun badan buzuq bo'ladi. U bo'lsa-mu qalbdir. Olimlar qalbiy kasallarni e'tiqodiy va axloqiy deb ikki qismga ayirgan. Buningga qaraganda inkor, munofiqlik, sherik, johillik va shak qilishga o'xshash e'tiqodiy buzuqlarni e'tiqodiy kasalliklar, shahvatparastlik, gunohga mayl etish, qo'rqinchoqlik, riyokorlik, hasadxo'rlik va mol dunyoni do'st tutish qatorliq illatlarni axloqiy kasallik deb bayon qilgan. Qalbdagi kasalliklarning asosliq sababi jaholat va e'tiqodning ojizligiga tayangan. Nafsning havoyi havaslarga agishishdir. Yomonlikning ko'payishi kasallikning ko'payishi, balkida qalbning qulublanishiga sabab bo'ladi. Salbiy tuyg'u tushuncha bilan pardalangan qalb haqiqatni ko'rolmaydigan holga keladi. Ko'rgan taqdirdimi kamchil yoki xato ko'radi. Bu qalbning haq va haqiqatga nisbatan shakka tushib qolishiga va amallashishiga yo'l ochadi. Iymonning yeri bo'lgan qalb bu shaklda jarohatlanib, iymon kuch-quvvatini yo'qotib, solih amal qilolmaydigan holga keladi. Bundaq bir qalb Alloh va payg'ambariga qarata keraklik muhabbatni ko'rsatolmaganidek, insonlarga hurmat qilmaydi. Xulosalasak, kesal va g'ofil qalb bilan qilingan amallarning Alloh dargohida hech bir qiymati yo'qdir. Qalb haq nuri bilan oydinlanmaganida amallashidir. Koinotdagi ilohiy sirlar bilan ishlangan ming bir naqshni ko'rolmas holga keladi. 3. G'ofil qalblar. Qalbdagi ma'naviy kasalliklarning muhimlaridan biri g'ofillikdir. G'aflat qalbni o'rib insonni ma'naviy yuksalishdan mahrum qiladi. Bu haqda Qur'onda mundaq deydi: Biz dilini zikrimizdan g'aflat qoldirgan, nafs xohishiga agashgan, ishi haddidan oshgan odamning so'ziga ishonmagan. Boshqa bir oyatda Parvardigoringni yilingan va uningdan qo'rqqan holda ichingda yot etgin. Atdiganda oqshomda uni past ovozda zikr qilgin. G'ofillardan bo'lmag'in deb qalbning zikridan yiroqlashgan siri g'aflat bosadiganligini bildirgan. G'aflat oshgan siri qalbda qattiqlik paydo bo'ladi. Alloh taolo mundaq kishilarning ichinishlik ahvolini mundaq bayon qiladi: Allohning zikrini tark etganlardan dillari qetib ketganlarga voy. Ana shular ro'shan gumrohlikdadir. Boshqa bir oyatda zikrdan yiroqlashgan bir insonning shaytonning to'zg'iga tushib ozdiganligi, natijada insonlik shaxsiyatini yo'qotib, shaytonning o'yinchiga holga keladiganligini mundaq bildiradi: Shaytonlar kuffar birodarlarini bo'lishcha ozdiradi. Ularni ozdirishdan bo'shib qolmaydi. G'ofil qalb bilan qilingan amallar Alloh taolaning dargohida qabul bo'lmay, zoya bo'lib ketadi. Bu tür kasallikka duchor bo'lgan qalblar haqiqatan davolanishga muhtoj bo'lib, ma'naviy ta'lim-tarbiyaga muhtojdir. Bular davolanishi uchun ba'zi nuqtalarga diqqat qilish kerak. Bularning bir qismi tovandikicha. 1. Halol rizq. Ibodatni vujudimizning kuch-quvvati bilan qilamiz. Halol rizq badan qurilishimizga payiz ruhaniyat bersa, harom va shubhilik ozuq qayg'u va siqilish beradi. Tasavvuf ahli qalbiy hayotining ichilishi uchun ikki nuqtaga diqqat tortadi. Yeganda og'zingga kirgan narsaga, so'zlaganda og'zingdan chiqqan narsaga diqqat qil. Bu ikki narsaga alohida diqqat qil, deydi. Abdulqodir Jayloni hazratlari luqmaning qalb pokligiga ko'rsatadigan ahamiyatini mundaq bayon qiladi: Avlodim, harom luqma qalbni o'ltiradi. Luqma bor, qalbni nurlandiradi. Luqma bor, uni qorong'ulikqa bug'idi. Yana luqma bor, seni dunyo bilan mashg'ul qiladi. Luqma bor, seni har ikki dunyoning zohidi qiladi. Ko'nglingni dunyo va oxiratning xoliqiga yuzlandiradi. Harom yemak seni dunyo bilan mashg'ul qilib, yomonliklarni go'zal ko'rsatadi. Muba yemak seni oxirat bilan mashg'ul qilib, ibodatlarni sana yaxshi ko'rsatadi. Halol yemak bo'lsa, qalbingni Allohga yaqinlashtiradi.
Ozuqliqning xarakteri va ta'siri faqat ma'rifatulloh bilan bilinadi. Ma'rifatulloh bo'lsa qalbda bo'lib, kitob va daftarda emas. Ilohiy ma'rifat Xoliqdan qalbga ihson qilinadi, maxluqdan emas. Bu bo'lsa ilohiy tavhidni tasdiq va ilohiy ahkom bilan amal qilgandan keyin amaliylashidi. Halol ne'matni ishlatganda normal ishiltib, isrof qilishdan saqlanish kerak. Qur'onda to'qqanға, miskinga, ibn sabilga, xayri saxovatdan haqni bergin. Pul melingni noto'g'ri yo'llarga isrof qilmag'in. İsrof qilguvchilar haqiqatan shaytonlarning qarindoshlaridir. Shayton Parvardigoriga to'limu kuffarni ne'mat qilgan edi. Bir hadis sharifda ko'ngli xohlaganligi narsani yeyish shubhasiz isrofdir deb ogohlantirilgan. Mehmonlarga halol narsalardan sexiylik bilan berishga tavsiya qilib, buning isrof bo'lmaydiganligini aytgan. Ikkinchi, Qur'on Karimni tafakkur qilib o'qish. Qur'on Karimni tafakkur qilib o'qish, ya'ni buyruq va cheklamalarning hikmatini tushunib, qissalardan ibrat olish kerak. Qalbimiz qanchaki tozlansa, Qur'on Karimning fayzi bizni shunchalik ta'sirlantiradi. Qur'on Karimning qalbdagi ma'naviy kasalliklarga shifo ekanligini Qur'onda mundaq bayon qiladi. Biz mu'minlarga, ya'ni ularning dillariga shifo va rahmat bo'ladigan Qur'on oyatlarini nozil qilamiz. Qur'on kofirlarga ziyondan boshqani ziyoda qilmaydi. Ya'ni ular Qur'onni tasdiq qilmaganligidan ularning kufri taxim oshidi. Abu Zar raziyallohu anhu mundaq deydi: "Ey Allohning elchisi, menga bir narsa o'rgat", dedim. "Sana taqvolikni tavsiya qilaman. Chunki taqvolik har insonning beshidir", dedi. Men qayta: "Ey Allohning elchisi, menga yana bir oz nasihat qilsang", dedim. Payg'ambar alayhisalom: "Qur'on o'qishga va Allohni zikr qilishga odatlan. Chunki Qur'on yer yuzida sening uchun bir nur, osmonda bir ozuqdir", dedi. Payg'ambar alayhisalom boshqa bir hadisda mundaq deydi: "Qur'onni o'qib uningga ega chiqqan kishiga oxiratda o'qu va o'rla. Dunyoda qandoq asta-asta o'qigan bo'lsang, shundoq o'qu. Chunki sening darajang o'qigan eng oxirgi oyatingning saviyasida", dedi. 3. Ibodatlarni xushu va huzu bilan chin ko'nglingdan ado qilish. Qalbning kasalliklaridan tozalanishi uchun ibodatlarni chin ko'nglingdan qilishga g'ayrat qilish kerak. Chunki Alloh taolo chin ko'nglingdan qilinmagan ibodatni qabul qilmaydi. Alloh taolo mundaq deydi: "Shundaq namoz o'quvchilarga voyki, ular namozni g'aflat bilan o'qiydi." Mufassir Al-Maliki hamdi yazir bu oyatning tafsirida mundaq deydi: "Ular namozning ahamiyatidan g'aflat qilib, uni Allohning buyrug'inidek shaklda ado qilolmaydi. Namozni o'qidimi, o'qimadimi, uningga oldirab ketmaydi. Namoz vaqtiga diqqat qilmay namozni kechiktiradi. Namozni tark etib, uningdan hech g'am qilmaydi. Namoz o'qigan vaqtida Alloh uchun xolis niyat bilan o'qimay, balki dunyoviy bir qism maqsad uchun o'qiydi. İnsanlar bilan birga bo'lganda namoz o'qib, yolg'iz qolgan vaqtlarida o'qimaydi. Namoz o'qigan bo'lsa-mu, Alloh taolaning huzurida chin ko'nglidan emas, balki riyo bilan o'qiydi. Mo'min surasida mundaq deyilgan: "Mo'minlar haqiqatan baxtga erishdi. Shundoq mo'minlarki, ular namozlarida Allohning ulug'ligidan sur besib ketganligidan ayminib turg'uchilardir." Boshqa bir oyatda namozni xushu bilan o'qishning qandoq mumkin bo'ladiganligini mundaq izohlaydi: "Sabr qilish, namoz o'qish orqali Allohdan yordam tilanglar. Namoz Allohdan qo'rquvchilar, ya'ni kamtarlik bilan Allohga bo'ysunuvchilardan boshqalarga haqiqatan mushaqqatli ishdir. Allohdan qo'rquvchilar Parvardigoriga cho'qim muloqot bo'ladiganligiga va Allohning dargohiga cho'qim qaytib boradiganligiga jazman ishonadi." Xushuni ba'zilar qo'rquv, ayminishga o'xshash qalbiy fe'llardan biri deb ta'riflagan. Ba'zilar keraksiz harakatlarni tark etish va kamsiz bo'lishga o'xshash a'zolarga oid harakatlar deb ko'rsatgan.
To'g'risi, xushu aslida qalbda, ko'rinishi badanda bo'lib, har ikkisini o'z ichiga oladi. Qalbga oid tarafi Rabbining azimat va jaloli oldida o'zining hech bir narsa ekanligini ko'rib, nafsini haqning amriga bosh egdirish, adab, ta'zim va hurmat his qilishdir. Sirtqi ko'rinishi bilan munosabatlik tarafi bo'lsa, vujud organlarida tuyg'uning o'ttirg'i chiqishi bilan bir jimjitlikning maydoniga kelishi. Namozda ko'zning atrofga emas, oldiga va sajda yeriga qarishidir. Diqqat qilsak oyatda namozni xushu bilan o'qish uchun kishining Allohning huzurida turganidek va uning yiniga qaytayotganidek bir ruhiy holat bilan turishining lozimligi ochiq ifodalandi. Namoz badan va qalb bilan moslashgan holda o'qilishi kerak. Bundaq bir namoz mu'minni yomonliklardan saqlab qola oladi. Bahoaddin Naqashbandi hazratlaridan so'radi. Bir qul namozda qanday xushuqqa erishidi? U javoban 4 narsa bilan. Bular halol rizq, tahorat oldida g'aflatdan yiroq turish, namozga turib tunji quloq qaqqanda o'zini ilohiy huzurda deb bilish. Namozdan sirtidimi Alloh taoloni hech unutmaslik. Chunki Qur'onda mundaq deydi. Faqat tuvandikilar buningdan mustasno. Ular namozga hamisha rioya qiluvchidir. İbadətdə xuşutni qo'lga keltirish va ibodat sirtidimi namoz o'qiyotganidek ruhiy holat ichida bo'lish uchun jonliq bir qalb bilan keraksiz so'z harakatlardan yiroq turish kerak. Qur'onda mundaq deydi. Ular behuda so'z, behuda ishdan yiroq bo'lg'uchilardir. Boshqa ibodatlarmi buningga o'xshashdir. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi. Sadiqa beradigan, ammo Parvardigorining dargohiga hisob berish uchun qaytib boradiganligidan dillari qo'rqib turadigan kishilar. Oyatda sadiqaningmi namozga o'xshash riyodan yiroq va xushu ichida berilishi talab qilinadi. Bu inchkilik hadis sharifda o'ng qo'lning berginidan so'l qo'lning xabari bo'lmasin shaklida ifodalangan. 4. Zikrulloh, Allohni zikr qilishni davomlashtirish. Qur'on Karimda 250 ga yaqin yerda zikr kalimasi bor. Zikr qulning Rabbini har doim xotirlab va uni hech asdan chiqarmasligidir. Oyatda Alloh taolo qullarga atdigan oqshomda, o'ri turganda, o'ltirganda, yotganda, ya'ni davomli Allohni zikr qilishni buyurgan. Bu ilohiy bayonlarning bir qismi mundaq. Ey mu'minlar, Allohni ko'p yod etinglar. Onunğa atigan oqshomda tasbih etinglar. Chunki bu ishki vaqtda farishtalar tushib turganligidan u vaqtlarning afzili hisoblanadi. Payg'ambar alayhisalommu hech kim bo'lmagan yerda yolg'iz Allohni zikr qilib, ko'z yesh to'kkanlarning qiyomat kuni hech bir soyi bo'lmagan ahvolda Alloh taolaning arshining soyasi ostida salqindaydiganlik xo'sh xabarini bergan. Qalbning poklanib ma'naviy jihatdan yuksalishi uchun Allohni zikr qilishni davomlashtirish muhim ahamiyatga ega. Mu'minlar zikrning ahamiyatini qiyomatda texmi yaxshi biladi. Chunki jannatga kirgan mu'minlar haqida payg'ambar alayhisalom mundaq deydi. Jannat ahli boshqa bir narsa uchun emas, faqat dunyoda Allohni zikr qilmay o'tkazayotgan vaqtlari uchun pushaymon qiladi. 5. Kechalarni ihyo qilish. Kecha ibodat uchun o'rindan turish. Kecha dunyo va bandiga loyiq bichilgan huzur va ne'mat kiyimidir. Moddiy va ma'naviy jihatdan yoshirinishni xohlaydiganlar uchunmi mukammal bir pardadir. Kechining bu sifati Tabaa surasida mundaq bayon qilinadi. Kechini libos qildik. Kechining salomatlik, ijtimoiy, axloqiy va badiiy bir kiyim ekanligi bir haqiqatdir. İnsan o'zining ichki dunyosiga qaytishi va kunduzning moddiy, ma'naviy qiyinchiligini ustidan etib tashlash faqat kechining jimjitligiga cho'kishi bilan mumkindir. Chunki kunduzlar kechining tibbiy va ruhiy jihatdagi huzurini berishdan yiroqdir. Kechining ne'matini bilganlar uchun kunduzning yaxshiligini o'ylash mumkin emasdir. Kechini nachar va yomon ishlar bilan o'tkazish kunduzning salomat va barkatini ziyo qilishdan boshqa narsa emasdir.
Qalb ahli uchun kechining jimjitligidanmi fayzlik bir vaqt yo'qdir. Kechining ma'lum bir miqdorini o'yga qalda o'tkazib, uning fayz va barakatidan foydalanish intayin muhim. Bu haqda Qur'onda mundaq deydi. Ularning yonlari o'rin ko'rpidan yiroq bo'ladi. Ya'ni ular kechisi ibodat qilib oz uxlaydi. Ular Parvardigorining azobidan qo'rqib, rahmatini umid qilib, uningga duo qildi. Ularga biz rizq qilib bergan narsalardan yaxshilik yo'llariga sarf qiladi. Ularning qilgan amallariga mukofot yusidan Allohning huzurida saqlangan va ularni xushal qiladigan katta ne'matni hech kim bilmaydi. Kechining oz qismida uningga sajda qil. Ko'p qismida uningga tasbih et. Kechining ilohiy va ma'naviy manzarasini tomosha qilish uchun uni g'oya va maqsad bilan qo'llanish lozim. Ular kechisi oz uxlaydi. Ular saharlarda Parvardigoridan mag'firat tilaydi. Sana nafli ibodat bo'lish uchun kechining bir qismida namoz o'qishga, Qur'on o'qishga uyg'ong'in. Muhammad, Parvardigoringning seni madhiylaydigan o'ringa, ya'ni buyuk shafaat maqomiga turg'izishi haqiqatdir. Kech turib tahajjud namozini o'qish. Bu oyat bilan Payg'ambar alayhisalomga farz. Biz ummatiga bo'lsa muhaqqaq sunnatdir. Alloh taolo bu sunnatni davomlashtirganlarni mundaq maqtaydi. Ular kechilarni Parvardigoriga sajda qilish va qiyomda turish bilan, ya'ni namoz o'qish bilan o'tkazadi. Boshqa bir oyatda Alloh taolo mundaq deydi. Alloh seni namozga qo'pqiningda ko'rib turadi. Namoz o'quvchilar orasidagi sajdaga borganlik, rukuga turganlik va qiyomda turganlik harakatingni ko'rib turadi. Bu oyatning tafsirida Qozi Bayzoviy mundaq deydi. Ummat uchun 5 vaqt namoz farz bo'lib, kecha namozi sunnat holati kelganida Payg'ambar alayhisalom sahobiylarning ahvolini kuzatish uchun kecha vaqti hujurasidan sirtqa chiqib, sahobiylarning uylari orasida aylangan. Bu uylardan Qur'on tilovati, zikr va tasbih ovozlari bilan uvusidagi harlarning g'ungildig'indek ovoz chiqqanligidan iborat bir ahvolda ko'rgan. 6. Solih va sodiqlar bilan birga bo'lish. Qalbning muhofazat qilinishi uchun solih va sodiqlar bilan birga bo'lish kerak. Qalb har zaman yanida bo'lgan kishilarning ma'naviy ta'siriga uchraydi. Ruhiy jihatdan kuchli bo'lganlar ma'naviy tarafdan ojiz bo'lganlarga ta'sir ko'rsatib, ular uchun ilhom manbasi bo'ladi. Ya'ni sodiqlar va solihlarning mehr shafqat, marhamat va ortiqchiligi atrofidagilarga taraydi. Sahobiyning ummatning eng fazilatli kishilari bo'lishining sababi Payg'ambar alayhisalomning suhbatlarida bo'lib, uning fayzidan nisiva elishdir. Alloh taolo Qur'onda mundaq deydi. Mu'minlar, Allohdan qo'rqinglar, rostchilar bilan birga bo'linglar. Payg'ambar alayhisalommo sodiqlar bilan birga bo'lishning ahamiyatini tövandagi misol orqali eng go'zal ifodalab bergan. Yaxshi do'st bilan yomon do'stning misoli atir sotquchi bilan to'mirchining misoliga o'xshaydi. Atir egisi atirdan hadiya qiladi yoki sen uningdan setib olasan. To'mirchi sening badaningni yoki kiyimingni ko'ydiradi yoki sesiq purg'i kelib bearam qiladi. Yana Payg'ambar alayhisalommo hayotda bo'lganidek o'lgandan keyinmi solihlar bilan birga bo'lishning ahamiyati haqida mundaq degan. Sizlardan o'lganlarni solih insonlarning orasiga dafn qilinglar. Deyish orqali solih insonlar bilan birga bo'lishning ahamiyatini ko'rsatib bergan. Solih insonlar bilan birga bo'lganlar ma'lum bir zamonda qobiliyati nisbida solih insonlardan bo'ladi. Pasiqlar bilan birga bo'lganlar pasiq bo'ladi. Buning uchun ko'ngil ijobiy va salbiy bo'lib ketilgan har ma'naviy iqlimning ta'siri ostida qoladi. Chunki har a'zoda bir iroda bo'lsa-mu, yolg'iz qalbda iroda yo'q va qalb atrofidan kelgan ta'sirlarga oson mayl bo'ladi. Luqman alayhisalomning o'g'liga qilgan shu tavsiyasi qalbning bu inchikligiga ishorat qilib, solih insonlar bilan birga bo'lishning ahamiyatiga diqqatimizni tortadi.
O'g'lim, olim kishilar bilan birga bo'l va ularning suhbatidan ayrilmaslikka tirish. Chunki Alloh taolo yomg'ir bilan tuproqni jonlantirganidek, hikmat nuri bilan qalblarni jonlantiradi. Sahoba xonimlar payg'ambar alayhisalomni ko'rishga kechikkan. Bu ishqa sal qargan va uning bilan uzun zaman ko'rishmagan avlodlarini ogohlantirgan. Huzayfa radhiyallohu anhu bir qancha kun payg'ambar alayhisalomning huzuriga kelmaganligi va suhbatida bo'lmaganligi uchun onasi tarafidan azorlangan. Huzayfa radhiyallohu anhu bu ibratlik voqeani mundaq bayon qiladi. Onam mendan so'radi: Payg'ambar alayhisalom bilan eng oxiri qachon ko'rishding? Men javoban: bir qancha kundan beri ko'rishalmadim, dedim. Manga intayin ochiqlandi va meni qattiq azorladi. Menmu to'xta, ochiqlanma. Darhol payg'ambar alayhisalomning yeniga boray. Uning bilan billa Shamni o'qay. Keyin men va sen uchun istig'for aytishni tilay, dedim. 4-chi zikr. Zikr qilgan qalblar. Bu saviyadagi qalb zikr bilan nurlangan. Nafsiga ruhaniyat hokim bo'lgan. Iymon javhiri qalb javhiri bilan birlashidi va iymon itminon, xotirjamlik darajasiga ulashidi. Alloh taolo zikrning ulug' ibodatlardan ekanligi va iymon etgan kishilarning zikrni davomlashtirishning lozimligi haqida Qur'onda mundaq deydi: Allohni yod etish hammadan, ya'ni uningdan boshqa hamma ibodatdan ulug'dir. Parvardigoringning nomini yod etgin. Ibodatingda uning to'liq yuzlangin. Meni toat ibodat bilan yod etinglar. Meni yod etsanglar, men sizlarni savob berish bilan, mag'firat qilish bilan yod etaman. Menga shukr qilinglar, noshukrlik qilmanglar. Alloh taolo zikrning haqiqatiga yetgan va uni fani lazzatlarning ustida ko'rgan qullarini madhilab, ularning dunyo zinnatiga aldanmaganligi va qalbning zikr bilan huzurga erishganligini mundaq bayon qiladi. Ular shundaq erlarki, sudi setiq ularni Allohni zikr qilishdan, namoz o'tishdan, zakat berishdan g'aflatda qoldirmaydi. Alloh taolo: bilinglarki, dillar Allohni yod etish bilan arom topadi. Allohni ko'p zikr qiluvchi erlar va Allohni ko'p zikr qiluvchi ayollarga degan. Oyatda zikrni davomlashtirgan erlar va ayollarni ayrim-ayrim madhiylagan. Allohni zikr qilish Allohga bo'lgan mehr muhabbatni kuchaytirib, uni fani munosabatlardan yiroqlashtiradi. Bu haqda payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: Allohni yaxshi ko'rishning alomati Allohni zikr qilishni yaxshi ko'rishdir. Bu sababdan Allohni zikr qilishdan yiroq turgan kishilar Alloh sevgisidan yiroq qolganligi uchun ilohiy tahdid ostida. Qur'on zikridan yiroqlashishning xatarli ekanligini mundaq bayon qiladi: kimki mehribon Allohni yod etishdan, ya'ni Qur'ondan yuz o'riydi ekan, biz uningga shaytonni musallat qilamiz. Shayton uni vasvasa qiladi. Shayton uningga hamisha hamra bo'ladi. Shak shubsizki shaytonlar ularni, ya'ni ozg'un kuffarlarni to'g'ri yo'ldan to'sidi. Ular bo'lsa o'zlarini to'g'ri yo'lda deb gumon qiladi. Kafir odam hamroyi bilan qiyomat kuni dargoyimizga kelgan chig'ida hamroyiga: Kashki sen bilan mening oramda sharq bilan g'arbning orasidek orliq bo'lsa ekan. Sen nima degan yomon hamroh? Chunki sen mening baxtsizligimga sababchi bo'lding, deydi. İnsan o'zini to'g'ri yo'ldan azdirib, halokat girdoviga ilib boradigan shaytondan qalbini Allohni zikr qilish orqali muhofazat qilishi va eng go'zal axloq egisi bo'lishga tirishish kerak. Go'zal axloq va go'zal xislatlar bo'lsa, Alloh taolodan aymanish, uni intayin yaxshi ko'rish va davomliq zikr qilish orqali qo'lga keladi. Ali radhiyallohu anhu zikr so'rinlarini maqtab mundaq degan: zikr va Allohning ne'matlarini xotirlash uchun yig'ilgan so'rindinmi baxtlik bir yer bormi? Payg'ambar alayhisalom sahobiylarining halqa shaklda yig'ib Allohni zikr qilatdi. Zikrning ma'naviy jihatdan ta'sir bo'lganidek, moddiy jihatdanmi ta'siri bor. Qur'on Karimda Allohning oyatlariga iymon keltirguchi bo'lsanglar, Allohning ismi aytilib, bo'g'izlangan hayvonlarni yanglar
deb bu haqda ishorat qilgan. Zikrning har xil turlari bor. Allohni shundoq yoki mundoq zikr qiling degan bir buyruq bor. Har zikrda ayrim tajallilar bor. Darajasi va natijasi jihatdan aytganda, zikrning eng go'zali ismi azim zikri bo'lib, umuman qilib aytganda ismi jalol, ya'ni lafzatulloh. Allohdir. Bu ism butun ismlarni o'ziga jamlagan. Bu sababdan ismi jalolning boshqa ismlarga qaraganda mustasno bir alohidligi bor. Masalan, beshindagi alif elvitilsa lillah bo'ladi. Birinchi lam elvitilsa lahu bo'ladi. Ikkinchi lam harfi elvitilsa hu qoladi. Bularning har biri Alloh taologa ishorat qiladi. Bir hadis sharifda koinotning mavjud bo'lib turishining zikrulloh, Allohni zikr qilish bilan munosabatli ekanligi ifodalangan. Yer yuzida Alloh degan birsi bor ekan, qiyomat bo'lmaydi. Lafzi jalol, Alloh tanlangan va muxlis bandalar ahamiyat bergan bir zikrdir. Bu zikrni davomlashtirgan qullar hayotda ekan, qiyomat bo'lmaydi. U qullar shundoq qullarki, Alloh taolo dinni ular orqali muhofazat qiladi. Ular qaysi mamlakatda va makonda bo'lsa, u yer muhofazat qilinadi. Kalima tavba, la ilaha illalloh. Mu zikrda hadis shariflarda tavsiya qilingan. Bulardan birida payg'ambar alayhisalom la ilaha illalloh zikrini ko'p takrorlash orqali iymoninglarni yangilanglar degan. Dünya saltanati berilgan Sulaymon alayhisalommu mening saltanatim vaqtliqdir. Bir tavhid zikrining keltiradigan saltanati mangulikdir degan. Zikrlar ichida faqat tavhid kalimasining to'plangan holda zikr qilinishining o'ziga xos bir alohidligi bor. Sahobiylardan Shaddad ibn Aws radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bunu hadisda buningga ishorat bor. Payg'ambar alayhisalom biz yenida ishkan bizga xitob qilib, "Aranglarda sizlardan bo'lmaganlar bormi?" deb so'radi. Bu yerdagi sizlardan bo'lmagan kalimasi Yahudi va xristianlarni ko'rsatdi. Biz "Yo'q, Allohning elchisi" dedik. Buning bilan payg'ambar alayhisalom eshiklarni taqashni buyurib, mundoq dedi: "Qo'llaringlarni ko'taringlar va la ilaha illalloh danglar." Shaddad ibn Aws radhiyallohu anhu bu zikr majlisining davomini bundoq bayon qiladi. Qo'llarimizni ma'lum bir muddat ko'tarib payg'ambarning deganidek la ilaha illalloh deb zikr qildik. Payg'ambar alayhisalom qo'llarini tushirib mundoq duo qildi: Allohim, sana ko'p hamd va sanolar bo'lsin. Rabbim meni bu so'z bilan avatding. Uni so'zlashni va uningga amal qilishni menga buyurding. Buning o'rniga menga jannatni va'da qilding. Sen va'dangdan hech yenib olmaysan. Xeyli vaqtdan keyin payg'ambar alayhisalom sahobiylarga mundoq dedi: Sizlarga xush xabar bo'lsin. Haqiqatan Alloh taolo sizlarni mag'firat qildi. Bir boshqa hadisda mundoq degan: La ilaha illalloh so'zi Allohning dargohida o'rni va qimmati intayin cho'ng bo'lgan bir kalimadir. Kimki chin ko'nglidan ixlos bilan u kalimani so'zlasa, Alloh uni jannatga kirgizadi. Kimki ishonmagan holda faqat tilida deb qo'ysa, jini va mili muhofazat qilinadi. Lekin oxiratda Alloh u kishini hisobga tortadi. Har zaman Allohni zikr qilish tuyg'usida bo'lishning lozimligini ifodalagan bunu hadismu diqqatimizni tortadi. Allohni unutgan holda keraksiz so'zlarni qilmanglar. Chunki Allohni unutgan holda qilingan keraksiz so'zlar qalbni qattiqlashtiradi. Allohdan eng yiroq bo'lgan kishi qalbi qattiq kishidir. Kalima tavhid zikri o'lim oldidimi intayin muhimdir. Hadisda mundoq deyiladi: Kimning hayot chig'ida so'zlagan eng oxirgi kalimasi la ilaha illalloh bo'lgan bo'lsa, jannatga kiradi. Payg'ambar alayhisalom qalbi ta'lim tarbiya ishlarida sahobiylarning qobiliyatiga qarata zikr ta'lim beradi. Ummu Hani bilan qilingan dialog buning misolidir. Abu Talibning qizi Ummu Hani radhiyallohu anha payg'ambar alayhisalomga munojat qilib: Rasululloh, men yashinib qoldim va ojizlashdim. Menga o'ltirgan yerimda qilolaydigan bir ibodat tavsiya qilsang, dedi. Payg'ambar alayhisalom:
100 qitim subhanalloh, 100 qitim alhamdulillah va 100 qitim la ilaha illalloh degin, dedi. Xulosalaganda, zikrulloh qulning ma'naviy qorong'ulikdan qutulib, haqiqatga erishishning yagona omili bo'lgan. Muhabbatulloh bilan qalbni nurlantirishdan iborat. Dunyo hayotida Rabbimizni qanchalik zikr qilsak, oxiratda Allohga erishishimizmi shunchalik oson bo'ladi. Bu sababdan dinimizdagi zikr va tasbihga ahamiyat berishimiz kerak. Bulubmu zikrning barakati ko'ngillarda reallikqa aylanganligi uchun ahlulloh har kechini qadr, har ko'rginini xizr bilish dasturiga diqqat qilgan. Chunki zikr bilan to'lgan ko'ngillar har biri ayrim tajallilar ichida haqqa echilgan muhabbat va vuslat darizlaridir. Natijada haqqa boradigan yo'llar maxluqotning nafslari qadar ko'pdir. 5. Tirik qalblar. Bu qalblar payg'ambar va avliyolarning qalbidir. Bu kishilarda Alloh taolaning bir qism sifatlari tajalli bo'lgan. Tirik qalblar Alloh jalli jaloluhu payg'ambar alayhissalom va Qur'on axloqi bilan kamolatga yetgan kishilardir. Hijriy 8-asrda yashagan buyuk valilardan Najmiddin Kubra hazratlari toliblari bilan birlikda solih bir zotning jinosi qitilgan. Vafot etgan solih kishini yerlikida qo'yib duo qilgan vaqtning o'zida Najmiddin Kubra hazratlari tabassum bilan kulimsirgan. Toliblari ustozining mundaq bir vaqtda kulimsirganligidan hayron bo'lgan holda buning hikmatini so'ragan. Hazrat bir narsa deyishni xolamagan, lekin majburlangandan keyin mundaq degan. Duoni tiriklar o'lganlar uchun qiladi. Halbuki bu yerda duo qilgan kishilarning qalbi g'ofil, mazarga kirgan o'likning qalbi bo'lsa tirikdir. G'ofil birining qalban tirik bo'lgan kishiga duo qilishidan ajablandim. Allohni zikr qilish bilan bo'lgan qalblar uning himoya va muhofazati ostiga kiradi. U zaman qalb ilohiy sir olamiga qarab qadam bosishga boshlaydi. Ilohiy olamning sirlari, narsalarning haqiqati, inson va koinotning sirlari o'ttirg'i chiqadi. Qul qalbi salim tajallilarga noil bo'ladi. Alloh taolo mundaq deydi: "Mollaringlar va bollaringlar sizlarni bizga yaqinlashtira olmaydi. Faqat iymon etgan va yaxshi amal qilganlarga qilgan amallari uchun hassalab savob beriladi. Ular jannatning isil uylarida har qanday ko'ngilsizlikdan amin bo'lgan holda turadi." Boshqa bir oyatda mundaq deyiladi: "U kuni hech kishiga mol va o'g'illar foyda yetkazolmaydi. Faqat Allohning dargohiga pok qalb bilan kelgan odamgina foyda yetkaziladi." Demakki, Alloh taologa yiqilishish faqat tozlangan pok qalb bilan mumkin bo'ladi. Butun ibodatlarda bu haqiqat intoyim muhim. Shunlashqa oyati karimda qurbon bilan munosabatlik mundaq deyilgan: Allohga ularning go'shtlari va qonlari yetib borolmaydi. Allohga yetidigini faqat sizlarning taqvodorliginglardir. Ilohiy xazina va sirlar insonga hadiya qilindi. Alloh taolo mavjudligini insonning muqaddas qurilishida tunutishni iroda qildi. Bu sababdan inson shon sharafi, kishiligi va mukammalligini o'ylab yetgan vaqtda haqiqiy ma'noda inson holiga keladi. Iymon bilan o'lishning, ilohiy xushallik va huzuriga yetishning yo'li tirik qalb bilan davomli ihson tuyg'usi ichida yashashdan o'tadi. Alloh taolo hammamizga o'limdan burun shundoq bir qalb egasi bo'lishni va uning bilan Rabbimizni har zamon zikr qilishni nasib qilsin. Amin.